Ko'chma hammom va hojatxonalar endi O'zbekistonda azizlar, ko'rib turganinglardek har xil razmerda ko'chma hammom, hojatxonalarda yasab qo'yishdi. Bu ko'rib turganinglar 1.5 ga 1.5, balandligi 2.30 razmerida bo'ladi. Rossiyskiy sasnadan foydalanilgan, iloji boricha yengil va hamyonbop qilib ishlashibdi. Buni endi pastki qismi yo'q varianti, xohlovchilar uchun kolodasiz ustiga qo'yib beradi, xohlovchilar uchun pastki qismini yopib, sashaganlarni ham qo'yib berishadi. Aynan mana shu ko'rib turganinglar, mana shu holatini sizlarga 1.700.000 so'm vodiy bo'ylab dastavkasi bepul ekan. Qolgan joylarga dastavka pulini bersangiz, yetkazib berish oladi. Endi bu yerda noodatiy uslubdagisi bor. Ya'ni iPhonechilar uchun iPhone logotipini tushirib qo'yishgani. Buni ham pastki qismlari 1.10 ga 1.10, tepalari 290 balandlikda. Buni ichki qismini ko'rishingiz mumkin. Bu ham rossiyskiy sasna, orqa tomoni OSB va tom qismlariga profnasildan foydalanishgan. Narxini 2 million so'm vodiy bo'ylab dastavkasini bepul qilib berishadi. Endi ko'chma hammomimiz 1.70 ga 1.10 atroflari profnasil bilan o'ralgan, ichki tomoni utepleniya bo'lgan va plastik bilan ichki tomonini afshikasini qilib qo'yishgan. O'ng tomonda umuman santexnik uchun barcha mahsulotlarni tayyorlab qo'yishgan, iloji boricha minimalniy narxini tushirgan holatda. Orqa tomonlarga bitta e'tibor beringlar. Ya'ni Arisonni ham arzonchi variantida qilib qo'ygan. Shunaqa bochkalarni qo'yib, tentlar qo'yib qo'ygan, suvni ham isitib bera oladi. Azizlar, buni narxi 5,5 million so'm. Mana shu tayyor holatda, karkazlari temir bo'lgan, e'tibor beringlar. Bemalol buni xohlagan joyingizga olib borib ishlatishingiz mumkin. Uylarga ham bo'ladi, bog'dorchilik bilan, dehqonchilik bilan, sexi bor akalarga ham ayni muddo xohlaganlar uchun kattaroq variantda ham hojatxona, ham hammomli variantini ham qilib berisha oladi. Biz Andijonda Asaka tumanidamiz azizlar. Like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Shunaqa foydali videolar ko'proq chiqadi. Narxni aytib o'tganim uchun like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Telefon raqamini pastda qoldiramiz.